Hamma odam dadasiga o'xshash bo'lishni orzu qiladi. Men shunday orzu qilaman. Buyruq topshirib suhbatlashishimiz kerak. Aron, to'xta, Aron! Yoki men bu formaga loyiq bo'laman, yoki mening jasadim davlat bayrog'i bilan o'rnada. Qancha qitim bo'ldi, Aron? Buyruq sistemasiga ishonmamsiz? Shunga o'xshash muhim vazifa ustida kichik xatoliklar yuz berishi mumkin, senorita. Hindiston askarlari bir qadar hissiyatchan ham nihoyat talaba. Ular qo'g'dug'icha emas, balki dushman. Tekshirish oxirlashguncha hammalarning xizmati to'xtatiladi. Forma sana yarashdi o'g'lim. Ammo sen unga loyiq yashashing kerak. Ham uni mangu hurmatlashing kerak. Aeroplan xodimlari diqqat. Yo'lga chiqishga tayyorlanamiz. Chastotadan qutquzish signali kelyapti. Aeroplan bulangan o'xshaydi. Aeroplandagi qo'mondon kim? Hindistondan Pokistonga uchayotgan bir aeroplan görüp gelinsa, bu hergiz tasodifiy emas. Aron, bu zodi nima ish? Men 3 terrorchining ismini avatib o'tdim. Ularni topdilar. Biz jiddiy qo'nishni talab qilamiz. Aron hergiz qarab o'tirmaydi. Vataniga xizmat ko'rsatish uning barlig'i hisoblandi. Sen bilan o'ldim. Endi mavjud emas. Men bular yoki bo'lmay. Mening vatanim mangu mavjud bo'ladi. Yordamchi qo'shin kelishdan burun ular bilan suhbatlashaylik. Suhbatlashish Yodaning uslubi emas.